baribir o'zimizaniki bilan chiqar ekan deganman. Ha, shu. Shunaqa ozgina qo'ya u yoqda ko'rib yurganman, qiziqib. Hamma yozgan-ku o'sha payti Eronni. Eron Suriya bilan shu o'yinda atayin yozgan bo'lishlari mumkin. Lekin gollar rostdan g'alati. Haqiqatan ham Suriya shunaqa o'tkazib yuborgan. Ya'ni futbol ko'rib yurgan odam Eron unaqa qilmasligini biladi-da. Eng qizig'i men uni ko'rib gapirmaganman. Buncha birorta gol o'tkazmaganmi, shunaqa bo'lib kelgan istasanglar. Ha, parallel shaxs bo'lgan. Ya'ni parallel bo'lgan, lekin Suriyadan tashqaridagi o'yinlarda Eron himoyasi beton bo'lib keladi. Har doim ishonganmiz-da Eron 1-0, 2-0 shunaqa turib gol o'tkazmagan deyarli bittami o'tkazgan jamoa birdaniga ikkita o'tkazishiga hech kim ishonmaydi va u ko'rmayotgan bo'lsangiz ham berib yuborgan deb o'ylaydi ular. Haligi tandemma Murod aka bo'lganlar-da. Murod aka o'zi rosa tortishsalar ham boshqa bo'lsa ham o'zi tabiatan endi keldilar. Hamma taniydi-ku Murod akani. Juda qalblari birdaniga tirnaladigan odam. Birdan jim bo'lib qo'yganlar-da. Kecha bittasi yozibdi, blokladim. Yozibdi-da, endi haligi insof bilan yozsa hay deysiz-da. O'sha paytda hamma aybni O'zbekiston terma jamoasi murabbiylarini oldi, futbolchilardan olib Eronga to'n kelgan degan. Nomard ko'r. Butun ko'rish kerak. Hamma narsa o'zining joy-joyi bo'ladi-ku. O'shanda Eron bizni play-offimizdan mahrum qilgan. U biz 0-0 o'ynaganmiz, ochko olganmiz. Normal holat u Koreya bilan ikkinchi variant bo'lib turgan bo'lgan.